Так, эфирдамizmi? Görünüp başladım. Так, нормальным качество. Так, bir. Ovoz bormi? Ovoz bormi? Xo'p, bo'ldi. Ovoz bormi? Hammasi normal? Bo'ldi, ketdik. Assalomu alaykum barchaga. Siz bilan Atom o'quv markazi va Mahmud Matkarimov. Demak, milliy sertifikat imtihonlarini tugatib oldik. 1-2 kun albatta dam oldik. Sababi o'tgan oyda juda katta mehnat bo'ldi. Buni ko'pchilik bildi. Lekin mana shu o'zim 21 kuni betdan keyingi smenada kirgan edim. Lekin kommentariyada eng ko'p so'ralgan smena bu 22 demak nimada fevralda ikkinchi smena ko'p so'ralibdi. Bilmadim nima uchun. Va men buni izlandim va Kimyo A1 degan kanal adashmasam, o'sha kanal tiklagan ekan. Menimcha ularning mehnati bo'lsa kerak. Endi bilmadim kimning mehnati bo'lsa ham, lekin yaxshi esida saqlab chiqishibdi. Albatta ularga ham katta rahmat, chunki bu oson narsa emas. Men o'zim mana 10 savolni esimda saqlab chiqdim. Baribir 160 metrga yuguradi-da unaqa vaqtda. Ya'ni bir vaqt o'zida juda ko'p informatsiyani saqlab qolish. Lekin bular zo'r, молодец, katta rahmat. O'sha kanal adminlariga ham men manba qilib yozib qo'ydim. 1-2 joylarni o'zgartirdim, imtihon formatiga moslashtirib, lekin asosni baribir ulardan oldim. Shuning uchun ularga ham katta rahmat. Kommentariyada ham agar mana shu videoning ostiga rahmat qo'yib yozasizlar, xudo xolasa. Xo'p, ketdik. 41-masaladan boshlaymiz. Bugun xudo xohlasa mana shu tahlillarni dokonsa qilamiz endi. 41. Sifat jihatdan bir xil, lekin miqdoriy jihatdan har xil bo'lgan tarkibida vodorod galogenitlar tutgan ikkita eritma mavjud. Ikkala eritmada umumiy 0,48 mol vodorod xlorid mavjud deyapti. Demak, eritma bir tarkibida vodorod galogenitlarning miqdorlari bir xil, yetarli miqdorda kaliy dixromat tuzi qo'shildi. Bu jarayonda ajralgan gazlarni brom ham gaz deb olinsin deyapti. Massasi ajralgan cho'kma massasidan 1,38 grammga kam bo'ldi. Demak, eritma 2 ga kumush nitrat qo'shildi, 174,4 gram cho'kmalar chiqdi va 0,9 mol kislota hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan filtrlanib cho'kmalar ajratib olindi, tozalandi, quritildi, va hokazo. Filtratga rux metal ta'sir ettirildi. Natijada 2 xil tuz saqlagan, ya'ni gaz ajralmabdi, eritma paydo bo'ldi. Demak, dastlabki eritmada vodorod bromid, vodorod jadidlarning modda miqdorlari yig'indisini aniqlang. Hosil bo'lgan xrom tuzlarning massalarini toping. Ajralgan cho'kmalardagi har bir tuzning massasini toping. Oxirgi ikkita tuz eritmada erigan tuzlarning har birining modda miqdorlarini demak topishimiz kerak. Qarang, katta masala, biz tushunib oldik. O'sha masalani endi nima qilamiz? Mana tahlillarimizni ko'rib yurganda ko'pchiligi biladi. Bularni porsiyalarga ajratib ishni boshlaymiz. Demak, bizda ikkita eritma bor ekan. Qarang. Ikkita eritma, bizda ikkala eritma tarkibida ham xlorid, bromid va yodid kislota mavjud ekan. Birinchi eritma va xuddi shunaqa, demak, ikkinchi eritma. Endi xuddi shunaqa deganim miqdorlari bir xil emas, lekin sifati bir xil deyapti. Demak, ikkala idishda umumiy 0,48 mol vodorod xlorid mavjud ekan. Endi birinchi eritmaga biz kaliy dixromat ta'sir qildiribmiz va bunda gazlarning massasi cho'kma massasidan 1,38 grammga kam bo'libdi. Demak, xlorid kislota mana shu uchalasi bilan ham reaksiyaga kirishadi. Demak, H xlor plus kaliy dixromat hosil bo'ladi, bilamiz. Demak, kaliy xlorid, xrom 3 xlorid plus xlor gazi plus suv hosil bo'ladi. Endi buni reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, adashmasam, bu yerga 3, bu yerga 2, bu yerga 2, bu yerga 14, bu yerga 7 qo'yib olsak, reaksiyamiz tenglashadi. Endigi masala bromid kislota ta'sir qildirish, ya'ni xuddi shu narsani o'zini kopyalab oldim, faqat vodorod xlorid bo'lgan joylarni bromga aylantirib chiqaman. Tak. Demak, bu yerda kaliy bromid, bu yerda xrom 3 bromid. Demak, bu yerda esa to есть brom. Brom. Bromimiz ham gaz deb olinsin deyapti. Endi brom o'zi uchuvchan suyuqlik, ko'pchilik biladi, qo'ng'ir rangli. Bu yerda demak, shuni gaz deb ol deyapti. Endigi masala yodid. Bunda kaliy yodid, xrom 3 yodid, keyin bu yerda yod. Bu cho'kma. Bilasiz? Demak, yodid kislota, bu yerda kaliy yodid, bu yerda xrom 3 yodid, bu yerda yod,
hamda suv hosil bo'ldi. Mana birinchi idishga demak kaliyniy xamat ta'sir qildirildi. Va endi bizda aytyapti, mana shu idishdagi barcha kislotalarning miqdorlari bir xil deb. Demak, bularning barchasini olaylik 14x deb o'ziga moslab. Demak, bu ham 14x, bu ham 14x. Endi ajralgan gazlarning massasi deyotganda adashmasam, demak, gazlar bo'lsa xlor bilan bronga o'tishimiz kerak. Davaychi bularning mollariga o'taylik. Bu shunda 3x, bu ham 3x bo'ladi. Shunda bu ham 3x bo'ladi. Ya, adashmasam 3x. Bo't. Endi qarang, bizda bularni demak massalariga o'tadigan bo'lsak, ajralgan nimalarning massasi, endi buni 3x demay boshqacha prosta o'zlarining hammasini moli teng bo'ladi-yu, x mol deb olib ham ishlasangiz bo'lar edi. No, endi men hozir 3x deb oldim. Yo shunaqa qilaymi? Shunaqa qilsam ham bo'ladi, lekin uni ko'pchilik tushunmay qoladimi deb o'ylayapman-da, чтобы bularning hammasining miqdori teng bo'lsa, bularni 3x deb uchlantirib o'tirmasdan turib, siz to'g'ridan-to'g'ri nima qilsangiz ham bo'lardi. Misol x deb olsangiz ham bo'lardi, hammasidan bir xil chiqadi, lekin endi men hozir tushunarli bo'lsin degan ma'noda shunaqa qildim. Endi qarang, bularning massalariga o'tamiz. Demak, buni massasi bu yerda qisqartirib olsak ham bo'ladi. 3x ko'paygan 71, buni massasi demak 3x ko'paygan 160, demak, buni massasi 3x ko'paygan 254. Va bizda gazlar cho'kmadan 138 gramma kam bo'ldi dedi. Gazlarning massasi cho'kmadan 138 grammga kam. Endi bu degani nima degan? Tenglamani tuzib olishimiz kerak. 3x ko'paygan 254 minus 3x, buni qilaylik, 3x ko'paygan 71 plus 3x ko'paygan 160 teng 1,38 ekan. Endi qarang, bu yerda bir narsa mavjud. Bizda mana shu 3 larni qausdan tashqariga chiqarib yuborsak bo'ladi. Как matematik usul sifatida, ya'ni matematika qilib. Чтобы nima qilamiz desangiz, 3x ni qausdan tashqariga chiqaramiz. Qausda, demak, 254 minus 71 plus 160 teng 1,38 deysiz. Va уже mana bu 1,38 ni 3 ga bo'lasiz. 1,38 menimcha 3 ga bo'linadi. 1,38 ni 3 ga bo'lsak 0,46. Demak, 0,46 qoladi. Bu yerda x ni o'zi qolyapti. Endi 71 ga 160 ni qo'shamiz. Ayiramiz 254 ni. 23 chiqadi. Qarang. 23x. Значит, x'imiz 0,02. Qarang mana. Demak, x'imiz 0,02 chiqdi. Bu degani x'imiz 0,02 chiqdi degani, demak bizda dastlabki vodorod galogenitlarning miqdorlari chiqdi. Ya'ni dastlab mana bu eritmada vodorod xloridning miqdori 0,28 mol ekan, bularning miqdorlari ham 0,28 mol ekan. Mana qayerdan kelganini tushundingizmi 0,28 ni? Ya'ni 14 ni x ga ko'paytirdik. 14 ni x ga ko'paytsak 14 ko'paygan 0,02 0,28 mol bo'ladi. Endi savol sizga, mana bu idishda shunda vodorod xloridning miqdori necha mol bo'ladi? 0,2 mol bo'ladi. Mana. Bizdan nima so'rayotgandi? Birinchi idishdagi biron yo'q, eritmalardagi deyapti. Demak, biz mana bularni ham topishimiz kerak. Hozircha demak, bularning hammasini topdik. Hammasi 0,28 dan bu 0,8 bo'lsa, demak, bu 0,2 mol ekan. Bu juda oson kechdi mana. E'tibor bering, faqat reaksiyani bilsangiz, o'zi reaksiyani o'zini bilganingizdan o'zi yetarli. Kifoya mana o'zi chiqib turibdi. Endi keyingi eritmaga, ya'ni ikkinchi eritmaga bizda kumush nitrat qo'shilgan va bunda 174 gram cho'kmalar va 0,9 mol kislota hosil bo'lgan. Qarang. Kumush nitrat solingan bo'lsa, demak bizda vodorod xlorid bor edi, vodorod bramid bor edi, vodorod yodid bor edi. Endi bunga kumush nitrat qo'shamiz. Kumush nitrat. Demak, kumush nitrat qo'shsak, bir reaksiyani yozib hammasini kopyalaganim yaxshi edi. Okey. Kumush yodid cho'kmaga tushadi. Qana qarang. Sariq rang, to'g'rimi? Endi bunda kumush bramid cho'kmaga tushadi. Bu qana qarang. Sarg'ish yoki och sarg'ish, sariq rang. Kumush xlorid bu milliy sertifikatning eng yaxshi ko'radigan cho'kmasi. Rangi menimcha uxlayotgan vaqtingizda bilasiz, bu oq paqa rang. Endi qarang, bizda bularning miqdori 0,9 mol. Bu 174,4 gram ekan mana bular. Qarang, bu yoqqa yozing shuni. 174,4 mana. Endi qarang. Bizda mana bu xlorid kislotamiz 0,2 mol edi. Esingizda bo'lsa, jami 0,28 edi, shundan mana bu eritmada 0,2 mol.
Endi bu 0,2 mol bo'lsa, mana buni miqdori ham 0,2 mol, bu massasini topib qo'yaylik. Buni 143,5 bo'lsa, massasi 28,7 gram. To'g'rimi? Endi mana bu 0,2 mol. Shunda bu ikkalasi 0,7 mol. Mana bu ikkalasining massasi 174,4 dan ayiramiz 28,7 dan. 145,7 gram chiqyapti. Mana bu ikkisi. Endi nima qilish kerak? Albatta mana bu ikkalasining miqdorlarini topishimiz kerak. Demak, bu x bo'lsa, bu y bo'lsa, boring shuni x, y'larni mayli. Tushunasiz, a b qilib belgilamoqchi edim, no farqi yo'q. Endi buni massasi 108 ga 80, 188 x. Bu demak, kumushadi 108 ga 127 bo'lsa 235. 235 y. Demak bu x, bu esa y. Значит, x plus y teng 0,7. Demak bu 188 x plus 235 y teng 145,7 deymiz. Va shu yerdan foydalanib x va y'larni topamiz. 235 dan 188 dan ayirsak 47. Demak 47 x. Demak 235 ko'paygan 0,7. Ayiramiz 145,7. 18,8. Tak, x'imiz menimcha 18,8 ga nisbati 0,4. Qarang, x'imiz 0,4 chiqyapti. Bu degani vodorod bromidimizning miqdori 0,4 mol. Demak, vodorod bromidning miqdori 0,4 mol bo'lsa, mana bu nimani vodorod yodidning miqdori bizda jami 0,7 mol edi-ku. Demak, bu 0,3 mol bo'ladi. Mana shunaqa. Demak, bizda dastlabki eritmamiz tarkibi kelib chiqdi. O'sha vodorod bromidimiz 0,4 ekan, vodorod yodidimiz 0,3 ekan. Xo'sh, bu 0,4, bu esa 0,3 ekan. Endi bu narsani mana shu nitrat kislota chiqqanligidan ham bilsa bo'lardi o'zi 0,9 molni birinchi ishni, lekin baribir bizga detallik kerak bo'ladi. Shuning uchun ham bu narsani hisob-kitob qildim. Endi bizdan so'rayapti dastlabki eritmalardagi vodorod bromid va vodorod yodidlarning modda miqdorlarining yig'indisini toping deyapti. Demak, birinchi sharti vodorod bromid va vodorod yodidlarning modda miqdorlarining yig'indisi. Demak, birinchi shartini men belgilayman. N vodorod yodid plus vodorod, to есть bromid. Qarang. Dastlab demak, vodorod yodid bilan vodorod bromid 0,28 mol edi. Ikkalasida ham mana bu yerda vodorod bromid, vodorod yodid 0,28, 0,56 bo'ladi. 0,56 ga 0,7 ni qo'shamiz. Demak 0,56 plus 0,7. Buni qo'shsak, bu 1,26 mi? Adashmasam 1,26 mol chiqadi. Endi bir narsa aytaman, mana shu yerda e'tibor bering. Agar siz 22 kuni obeddan keyin kirgan bo'lsangiz va sizda 1,26 chiqmagan bo'lsa, bir narsa aytaman. Bu savolni men o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q. Ya'ni sizniki mo'jud to'g'ri bo'lishi mumkin. Ya'ni darrov buni ko'rib depressiyaga tushib qolmang. Shtobi men o'zim ko'rganim yo'q. Shu ko'rganim bo'yicha shu masalani ishlayapman. To'g'risi menga ham antika tuyulyapti. Nimaga? Chunki nimaga u kislotalanma molni so'rayapti? No, bilmadim. Balki shunaqa tushgandir. Yozib yuboring, iloji bo'lsa kommentariylarga shunaqa tushdimi, kirganlar bo'lsa. Lekin agar xuddi shunaqa bo'lsa 1,26 to'g'ri javob. Endi buni bilmadim, lekin to'g'risi men originalni ko'rmadim. Xo'p, endigi ikkinchi so'rayotgan narsa hosil bo'lgan xromli tuzlarning massalari yig'indisini so'rayapti bizdan. Ikkinchini ham topib yuboraylik. Mana shu yerda xromli tuzlarning massalari yig'indisi. Qarang, xromli tuzda bu xrom 3 xlorid, xrom 3 yodid va xrom 3 bromid. Demakki, bizda bularning miqdorlari, qarang, bu 2x chiqadi hammasining miqdori. Mana 2x, 2x. Demak, bu degani hammasi x'imiz 0,02 chiqqan edi-yu. 0,04 mol. Endi ularni massalarini yig'indisini so'rayapti-da. Mana shu ham bir antika. Masalan, xrom 3 xlorid, tak, yozaman, xrom 3 xlorid 0,04 mol. Xrom 3 bromid ham 0,04 mol. Xrom 3 yodid ham tak bizda 0,04 mol. Bularni jami massasini so'rayapti endi. Jami massasini so'rayotgan bo'lsa, 0,04 ni ko'paytirishimiz mumkin. Jami bajarmaslarni qo'shib, chunki hammasining miqdori bir xil. Demak, endigi masala 52, hammasini deniklayman ekan yoki tushunasizmi? 35 yu 5 ni 3 ga ko'paytirsak 106,5, 52 ni qo'shsak 158,5.
plus mana bu 52 plus 240 292 adashmasam. Endi mana bu 127 ni 3 ga ko'paytiramiz, plus 52 ni qo'shamiz, 433. Endi qo'shamiz bunga 292 ni. Qo'shamiz bunga 158 yarimni. Ko'paytiramiz buni 0.04 ga. 35.34 gram chiqyapti. No, agar haqiqatdan shu narsani so'rayotgan bo'lsa, shu javob to'g'ri bo'lishi kerak. No, yana bilmadim. Yana yuqorida aytib o'tdim. Endigi masala 3-chi. Ajralgan cho'kmalardagi har bitta tuzning massasini toping deyapti. 3-chi. Ajralgan cho'kmalar, tak, tuzlarni so'rayapti. Demak, tuzlar bo'lsa, bizda уже birinchida yod cho'kmaga tushganda-yu, o'sha yodni hisobga olmaymiz. Faqat mana bularni hisobga olamiz. Demak, har bittasini massasi bo'lsa, уже bizda 3-chida kumush xloridimizning massasi bor. 28.7 gram edi. Endi keyingi masala bizda kumush bromid kerak bo'ladi bizga. Kumush yodid kerak bo'ladi. Ya'ni cho'kmalarning massalari. Xo'p, kumush bromidimizning moli x edi, ya'ni 0.4 mol, значит 0.4 mol bo'lsa, 0.4 ko'paygan 188, demak 0.4 ko'paygan 188. Bu 75.2 gram. Mana kumush yodidimiz 0.3 mol. Demak, 0.3 ko'paygan 108 ga 127. 235. 235. 70,5 gram. Bizdan massa yig'indi so'rayaptimi yoki harakatini? Har bir tuzning massasi deyapti. Mana shu javob to'g'ri bo'ladi agar shuni so'rayotgan bo'lsa haqiqatdan. Ya'ni originalda. Endi 4-chi masala bizga aytayapti, filtrlanib olingandan keyin hosil bo'lgan yetmaga rux qo'shildi va bunda 2 xil tuz hosil bo'ldi. Endi tuzlarni shularning miqdorlarini hisoblang deyapti. Endi qarang, bizda agar mana bu cho'kmalarni filtrlanib olsak, filtratda nima qiladi? Kumush nitratni ortib qo'yganiga izoh yo'q. Demak, plastinkaning jarayoni bo'ladi desa, demak nitrat kislotani o'zi qoladi va nitrat kislotaga rux ta'sir qildirilyapti va bizda 2 xil tuz olinyapti. Bu albatta rux plus nitrat kislota chiqyapti, rux nitrat, ammoniy nitrat hamda suv. Mana. Bu yerda 4, bu yerda 10, bu yerda 4, bu yerda 3 qo'ysak reaksiyamiz tenglashadi, adashmasam ammoniy nitratni shunaqa edi. 3 2 6 4 24, 24 ga 6 ni qo'shsak 30 bo'ldi, reaksiyamiz teng. Endi qarang, bu 0.9 mol bo'lsa, bu 0.9 mol bo'lsa, pastiga 10, bizda buni miqdori n topamiz, buni miqdori topiladi. 0.09 mol ammoniy nitrat. Значит, mana bu esa 0.09 ni 4 ga ko'paytsak 0.36 mol bo'ladi. Har qaysisini alohida molni so'rayotgandi bizdan. Mana shunaqa, demak 0.36 va 0.09 mol. Agar haqiqatdan shularni so'rayotgan bo'lsa, mana shu ishlanish 100% to'g'ri bo'lishi kerak. Yana bilmadim. Mana shunaqa. Endi tushundingizmi? Agar tushungan bo'lsangiz, tushundim deb yozib yuboring, iloji bo'lsa, tushundim deb yozib yuborsinlar. Va men shu tushundim deb yozib yuboringiz bir e'lonni aytib o'tmoqchiman. Bizda bilasiz, milliy sertifikatdan kimyo uchun yozma ish kursi ochilgandi va bundan juda ko'p demak o'quvchilar foydalanishdi va juda ko'pchiligi, men to'g'risi xursand bo'ldim, sertifikatga kirib chiqqandan keyin yozishdi ham. Yozma ishim yaxshigina oshdi, rahmat sizga, bunaqa qilib yozdim, bunaqa qilib yozdim deb yozishdi. Ular ham ko'rayotgan bo'lsa, mabodo ularga ham rahmat, sog' bo'ling. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, men xursandman. Endi tabiiyki bu narsadan kelib chiqib, bizni biologlarimiz ham, tinib tinchimagan biologlarimiz bor. Ular ham biz ham onlayn kurs tashkillashtiraylik, ya'ni aynan yozma ishni ko'rib beradigan onlayn kurs tashkillashtiraylik deyapti. Xudo xohlasa, mana tez kunlarda bizni yozma ish, biologiyada yozma ish kursimiz ochiladi. Sizda vaqt ko'p, 27 kun vaqtingiz bor ekan. Xudo xohlasa martdan boshlasa ekan, biz 15 kunda qilgandik. 15 kunda qilgandik. No, yaxshigina effektivniy bo'ldi, menimcha. Men xursand bo'ldim, to'g'risi. Juda qiyin bo'ldi mana o'zimga darsdan keyin qolib yozish, lekin amalladik. Va ko'pchilikka manfaatli bo'ldi. Men xursand bo'ldim. Endi Xudo xohlasa, mana bu biologiyadan ham inshaalloh onlayn demak yozma ish kursimiz ochilyapti.
Nima deysiz? Sizga qiziqarli bo'lardimi shu narsa? Biologiyadan yozma ishingizni ko'tarsangiz, qiyin masalalarning tahlillari. Yozing buni ham kommentariyda. Qiziqarli bo'ladimi? Narxi ham juda arzon qo'ymoqchimiz. Ko'rasiz, xudo xohlasa. Mayli. Endi 42-savolga o'tamiz. Qarang, 42-savolni chizib chiqdim buni. Sababi endi qo'l yozma yozishgan ekan dargi kanalda. Men chizib chiqdim qo'limdan kelgancha. Xo'p, birinchi, demak 7 ta reaksiya bazaviy mana shunaqa narsa tushibdi. Demak, birinchi moddani, demak, yonishi. Ko'raylik endi bu narsa nima o'zi? Bu yerda SH uchi bor ekan, ya'ni chiqib turgan narsa bu SH uchi, yana nima ekan deb o'ylamang. Keyin bunaqa bo'lgan, bu yerda demak uglerodi bor, bu yerda SH uchi bor. Bu yerda demak SH2si bor. Mana shunaqa modda bu. Endi bu yonyapti. Nima hosil bo'ladi? Karbonat angidrid, albatta suv. Bilasizmi bu reaksiyani nimaga tashlashgan? Bu reaksiyada glavniy narsa nima? Nima deb o'ylaysiz? Reaksiyani tenglash. Chunki mana bu moddani nima struktura qilingan-ku bu. Buni yopish kerak-da. Ya'ni bruttoga aylantirish kerak. Shundan nima tenglash qiyin bo'lmaydi. Qarang, buni endi brutto formulaga aylantiramiz. Lekin siz buni tushunlikda qilishingiz kerak edi. Prosta bu yerda mana shunaqa qilib yozib reaksiyani tenglash kerak. Men o'zim ko'rsatmoqchiman brutto formulaga aylantirishni. Qarang. Bizda birinchi uglerodlarni sanaylik. Uglevodorod ko'ryapmiz. Demak, 1, 2, 3, 4 va mana bu 6, to'g'rimi? Jami nechta? 10. Bu aldamaydi bizdan. 10 ta uglerodi bor. Endi vodorod muhim bu yerda vodorod. Qarang. Bizda masalan agar alkan sifatida qarasak S10 bo'ladi va H22 bo'ladi, to'g'rimi? Dekan. Bilasiz. Endi qarang. Bizda vodorod kamayish shartlari bor edi. Mana shu yerni biling. Ya'ni moddada bitta sikl bo'lsa vodorod 2 ga kamayadi. Demak, bu yerdan 2 ni ayiraylik. Ya'ni sikl bormi? Sikl bor. Endi bundan tashqari har bitta qo'shbog' uchun 2 ga kamayadi. Demak, yana 2 tane vodorod tashlaymiz. Jami bizda 6 ta vodorod ketadi. Demak, bu moddani brutto formulasi S10H16. Agar siz mana bu yerlarga vodorod yozib o'tirgan bo'lsangiz, xato qilmagansiz, garantiya beraman, lekin ko'p vaqt o'tkazgansiz. Mana shunaqa qilib topishingiz mumkin edi. Demak, bu S10H16 degan modda ekan. Buni ham o'chirib yuboraylik. S10H16 esda turdi. Demak, bu yerga 10 qo'yamiz, bu yerga 8 qo'yamiz. Endi kislorodga 28. Demak, mana bu yerga 14 qo'yib yuborsak, albatta bizda reaksiyamiz xudo xohlasa tenglanadi. Mana. Endi ikkinchi. Tak. Alkenlarni akslanishini men ko'p ogohlantirgandim bu narsani. Ko'p tushim mumkin shu narsa deb, chunki o'zi 2, 4, 5, 6. 5, 6. Tak. Bu yerda metil bor, bu yerda metil bor. Bu yerda metil bor, plus mana bu yerda qo'shbog' bor. Kaliy permanganat plus sulfatsiyada. Qarang, alkenlarni aksitlanishi, ha? Bunda nima bo'ladi? Buziladi. Bu yoqdan ham keton, bu yoqdan ham keton beradi. Agar men metil bo'lmaganda karbon kislota beradi bizda. Xo'p, demak mana birinchi keton, keyin ikkinchi keton plus kaliy sulfat, marganez 2 sulfat hamda suv beradi. Mana shunaqa qilib aksitlagan bo'lsangiz to'g'ri, lekin buni katta ehtimol bilan tenglanishi uchun yuqori ball beradi. Shuning uchun buni ham tenglash kerak edi. Demak, bu yerda uglerodlar 0, e'tibor bering, 0, 0, 0, ikkita uglerod ham. Demak, bu yerda bu plus 2, bu ham plus 2, mana bu marganez plus 7, mana bu marganez plus 2. To'g'rimi? 5, demak, balansini yozsam, siz lekin buni chernovikda qilishingiz kerak, yana aytaman. Men buni yozma ishni master klassida borlar, tushuntirgandim shu narsani. 5 elektron, demak, uglerod 0 dan ikkitasi o'tdi uglerod plus 2 ga. Tak, bu demak 4 elektron, ha? Bu yerda 4. Demak, 5 ga 4 bo'lyapti. Bu 5, bu 4, bu 4, bu 5. Demakki, bizda bu yerga 5 qo'yib yuboramiz. Bu yerga ham 5 qo'yib yuboramiz. Bu yerga ham 5 qo'yib yuboramiz. Marganezga 4 qo'yamiz. Bu yerga 4, bu yerga 2, 6, demak bu yerga 6. Mana bu suvni o'zingiz tenglang. Men suvni ochiq qoldiraman, sababi vodorodlarni hisoblashish yoqmay turibdi hozir, shuning uchun
O'zingiz tenglaysiz-ku, siz bilasiz-ku, siz aqllisiz уже. Xo'p, chunki bu videoni ko'rayotgan odam albatta kimyoni sevadi. Chunki biologiya vaqtida kimyoni ko'rayotgan odam uchun men jonim fido to'g'risi. Agar siz uchun mana necha odam ko'rayotgan bo'lsa, jonim fido shular uchun kimyo sevarlar. Men yaxshi ko'raman kimyoni yaxshi ko'radigan odamlarni. Mana bu kimyoni sevmaydigan nomardlarni yomon ko'raman lekin. O'quvchilarning ba'zi o'zlari biladi. Hozir biologiya deb darsdan qolib yurgan nomardlar. Mayli, xo'p. Endi keyingi masala. Bunga suv ta'sir qildirish, ya'ni bu Kucher reaksiyasi, bilasiz, Kucher reaksiyasi bo'yicha suv ta'sir qildirish bor, lekin mana shu yerda bir nima bor. Agar shunaqa tushgan bo'lsa, bu yerda o'zi kitobda biroz yo'q bo'lgan ma'lumot bor-da. Chunki Markovnikov qoidasi ishlamaydi bu yerda, chunki ikkalasini vodorodlar teng. Demak, bu yerda o'zi mana bu uglerodlarni qutbliligi deymizmi, ya'ni zaryadlari bo'yicha ketadi-da. Masalan, suv HOH bo'ladi. Bu uglerod qisman musbat, bu uglerod qisman manfiy zaryadlanib qoladi va OH bu yerga, demak, vodorod bu yerga birikadi va shuni hisobiga bizda aynan kislorod, ya'ni ketondagi kislorod mana bu ikkinchi uglerodga keladi-da, mana shu yerga keladi. Shu narsani kitobda berilmagan, lekin shunaqa agar tushgan bo'lsa, bilmadim lekin. Mana shu. Endi 4-chi. Demak, toluolga xlor ta'sir qildirish. Toluol plus xlor. Lekin quyosh nuri ta'sirida, 3 ta xlor quyosh nuri ta'sirida bu kim bilgan bo'lsa, Bell-Stein reaksiyasi, ya'ni toluol katalizator ishtirokida mana bu siklga biriktiradigan bo'lsa, quyosh nurida radikalga biriktiradi. Demak, bu yerda fenil trixlor metan desak bo'ladi yoki yana nima desak bo'ladi? 1 trixlor 1 fenil metan desak bo'ladi. Bas shunaqa mahsulot chiqaradi. Endi bu nomini so'ramagandir, katta ehtimol bilan. Nomini so'rasa ham oddiy o'zi. Mana shu. Endi 5-chi reaksiyamiz 3-tamchi butil spirtiga vodorod bromid sulfat kislota ishtirokida. Bundan nima chiqadi? 3-tamchi butil bromid chiqadi. Va suv hosil bo'ladi albatta. Mana. Endi 6-chi. Demak, bu 2-4. Bu birikma. Shunga suv ta'sir qildirish. Endi buni nima deymiz? 2,2 metoksibutan desak bo'ladi-da, 2,2 metoksibutan. Qo'shaloq oddiy efirga o'xshaydigan narsa. Endi buni gidrolizasak nima bo'ladi? Bu menimcha bilgan bo'lishingiz kerak. Ikkita suv ketadi va mana bular ketadi-da, ikkita OH kelib bu yerda keton qoladi, plus metanol chiqadi ikkita. Mana. Buni bitta suv ekan, sabab bu yerda ham suv chiqib ketadi. Chunki nimaga unaqa bo'lyapti? Sabab kim bilgan bo'lsa, bu yerda o'zi metanol chiqib ketish jarayonida bu yerda ikkita OH qoladi va Eltikov qoidasiga binoan bu suv chiqib ketadi. Bir uglerod atomi ikkita OH usha olmaganligi hisobiga. Agar shunaqa chiqargan bo'lsangiz, zo'r siz to'g'ri yozgansiz. Lekin metanolni oldiga 2 qo'yish ham esdan chiqmagan bo'lishi kerak. Keyingi masala lizinga mol miqdorda xloriddan. Men o'zi ogohlantirgandim buni, aminokislotalardan tushadi deb o'zim o'quvchilarimga. Men aytganim keldi desam. Qarang, bunga vodorod xlorid mol miqdorda ta'sir qildirsak, ikkita qo'shila oladi. Nimaga deganda bizda ikkita amino gruppasi bor va bunda mana bu NH2 dan yoniga NH3 xlor desangiz bo'ladi yoki NH2 ko'paygan vodorod xlorid, NH2 ko'paygan vodorod xlorid desangiz ham bo'laveradi. Mana shunaqa. Agar shunaqa narsalarni chiqargan bo'lsangiz, xudo xohlasa sizda 25 ballingiz bor. Endi qaysilarning nomini so'raganlarni men bilmadim, shuning uchun 2, 5, 6 deb qo'ydim. Nimaga deganda katta ehtimol bilan shularning nomini so'rashi mumkin degan ma'noda. Yana bilmadim. Nomlarni o'zingiz nomlab olasiz ana, qiyin emas.
Endi 43-savolga ketdik. 43-savol. Juda bir nima bo'ldi-ya mana shu savol, ya'ni o'quvchilar alkotester tushdi menga boshqa deb yozishdi. O'zi 42 tushunarli bo'ldimi? Yozib yuboring, iloji bo'lsa 42 tushunarli deb. Nechtasi sizda to'g'ri chiqdi? Главное 22 kuni kirganlar, ayting. 22 kuni kirganlar yozing. Nechtasi sizda to'g'ri chiqdi? Vijdonan yozing lekin. Agar 7 tasi to'g'ri chiqqan bo'lsa zo'r. Endi men hozir kommentariy o'qiy olmayman, sababi ekran yo'q yonimda. No, agar sizda chiqqan bo'lsa shunaqa zo'r. Men xursandman. Mehnat qilgan odam yuqori sertifikat olishi kerak deb o'ylayman men. Ketdik. Endigi masala 43. O'sha mashhur alkotester nimasi, savoli. Ko'p o'quvchilar shuni qiynalishibdi, lekin bir narsa aytaman-da, buni alkotestini bilmasangiz ham bilishingiz mumkin edi bu narsani. Sabab, qarang. A modda yer yuzida keng tarqalgan va shisha olishda asosiy xomashyo hisoblanadi. Hamma narsa keladi akallangizga, bilmaysiz bu yerda. Bu modda tarkibidagi ikkita element A modda tarkibidan o'tishadi. Okey. A va B tuzlardan A tuz suvda erimaydi. Mana, qarang. A tuz suvda erimaydi. Bu bir belgi. B tuz suvda eriydi. S modda to'q qizil rangli oksid bo'lib, suv bilan reaksiyaga kirishib, bir xil sinfga mansub bo'lgan ikki xil modda hosil qiladi. O'zi sizga bir savol beraman-da. Insof bilan javob bering desam, to'q qizil rangli qaysi oksidni bilasiz? Xrom 6 oksid. Bo'ldi. Всё. Abituriyent programmada undan boshqa oksid yo'q. U suv bilan xromat, dixromat beradi. To'g'rimi? Agar xrom 6 oksid ko'p bo'lsa, dixromat, suv ko'p bo'lsa, xromat beradi. Вот, S modda xrom 6 oksid. Bo'ldi. Endi A, B, S moddalarning mayor massalari o'zaro teng deb. Mana shu yerdan tuting, mana. Bularning mayor massalari teng. Demak, A, B va S. S moddamiz xrom 6 oksid. Buni mayor massasi 52 ga 48 ni qo'shsangiz 100. Demak, buni mayor massasi ham 100. Endi qarang. Bu 100 gram taksim mol. Bu ham 100 gram taksim mol, to'g'rimi? Endi savol. Mayor massasi 100, shisha ishlab chiqarish texnologiyasida qatnashadigan va suvda erimaydigan tuz nima? Albatta kalsiy karbonat, to'g'rimi? Endi mayor massasi 100, shisha ishlab chiqarishda qo'llaniladiganmi? Bu ham yo'q. Bu shisha ishlab chiqarishda qo'llaniladi? Yo'q, qo'llaniladi menimcha. Chunki unda olindi. A va B moddalari sarflanadi. Mana shisha ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Bu nima? Karbonati bor. Nimaga deganda bundagi ikkita element bundan bor deyapti. Albatta bu kaliy gidrokarbonat 40 qoladi-yu. Agar 100 dan mana bu ikkisini ayirsangiz 60 da 40 qoladi. Bu kaliy gidrokarbonat. Всё. Kaliy gidrokarbonat. Endi qarang, mana 3 ta modda. Bo'ldi. Endi narigi bu yog'i endi nima bu? A modda ishkor bilan reaksiyaga kirishmaydi, to'g'ri, kalsiy karbonat kirishmaydi. B va S moddalari ishkor bilan kirishadi, okey. A, B, S moddalaridan biri mast odamni nima deydi? Alkogolni aniqlashda alkotester sifatida ishlatiladi. Bu jarayonda maxsus muhitga amalga oshadi va modda yashil tusga kiradi. Ya'ni noma'lum modda yashil tusga kiradi. Bu xrom 6 oksid ta'sirida oksidlanishi etanolni. E'tibor bering, bu reaksiyada sirka kislota va suv ham hosil bo'ladi. B modda ozgina qizdirilganda D modda hosil bo'ladi, deyapti. Demak, bu degani mana bu kaliy gidrokarbonatdan kaliy karbonat hosil bo'lishi. Okey, A, B, S, D moddalarini toping. Kaliy gidrokarbonat parchalansa, kaliy karbonat hosil bo'ladi. Mana birinchi mana shu moddalar A, B, S da chiqdi. Ikkinchi, 1020 gram eruvchan shisha olishda qancha A va B moddalari sarflanadi? Demak, bizda eruvchan shisha 1020 kilogram ekan, uzr. Bu birinchi topiladigan narsalar topildi. Ikkinchi, demak, kaliy oksid ko'paygan, kalsiy oksid ko'paygan 6 molekula kremniy 4 oksid. Buni massasi demak bizda 1020 kilogram ekan. Buni moldan topamiz, chunki mayor massasi kerak bizga. Demak, 78 ga 16 94 plus 56 150, 6 ko'paygan 60 qo'shamiz 150 ga 510. Oho, qarang. 510 bo'lsa 1020 ni bo'lamiz 510 ga, tak, buni moli 2 kilomol. To'g'rimi? Nimaga deganda kilogramda berilgan kilomol bo'ladi. Endi bizada A va B moddalari sarflanadi 2 kilomol bo'lsa, qarang, bu shishangiz 2 kilomol bo'lsa, buning ichidagi kaliy, mana bu oksidi ham 2 kilomol bo'ladi. Mana bu kalsiy oksidi ham 2 kilomol bo'ladi. Endi bularni hosil qilgan moddalar, misol
kalsiy karbonatdan kalsiy oksid chiqadi. Shisha tayyorlash texnologiyasida. Mana buni miqdori 2 kilomol bo'lsa, pastiga 100 bu 200 kilogram mana. Kalsiy karbonat massasi 200 kilogram kerak sizga. Вот, mana bu kaliy gidrokarbonatdan ikkitasidan birda kaliy oksid hosil bo'ladi deb qo'yaverishimiz kerak. Mana bu yerda plus karbonat angidrid plus suv. Boring mana buni qilib ham yozdim mana. Bu 2 kilomol bo'lsa, qarang. Pastiga 1, bu esa 2 ko'paygan 100 bo'ladi. Ya'ni 4 kilomol. Nimaga deganda buni ikkalasi to'g'ri kelyapti. Bu degani 400 kilogram. Bizda kaliy gidrokarbonatdan 400 kilogram kerak ekan. Mana ikkinchi. Endi uchinchi masala bu nima? Xona sharoitida va bu moddalar bilan xlorida qaysi gaz ajraladi? Ushbu reaksiya to'liq tugallangan tenglang. Bu modda kalsiy karbonatmidi? Kalsiy karbonat bilan xlorid kislota reaksiyaga kirishsa, gaz ajraladi. Kalsiy xlorid, karbonat angidrid hamda suv. Mana. Keyingi B modda kaliy gidrokarbonatida kaliy gidrokarbonatga xlorid kislota qo'shsak, ketdi. Kaliy xlorid, karbonat angidrid hamda suv hosil bo'ladi. Mana. Gaz ajraladi va mana reaksiyalarni tengladik, reaksiyalarimiz teng. 4-chi so'rayotgan narsasi kaliy tuzlardan foydalanib quyidagi sxema asosida aksiyani qaytarish reaksiya tenglamalarini yozing. Kaliy tuzlaridan bu xromatdan dixromatga aylanish suyultirilgan sut vositasida. Bu mana buni nazarda tutyapti, naverna. Ya'ni kaliyli tuzlar, ya'ni kaliy xromat plus suyultirilgan sulfatida ekan. Bunda nima chiqadi? Kaliy sulfat. O'zi aytayapti kaliy dixromat deb. Endi reaksiya tenglansa bo'ldi, lekin bu yerda plus suv kaliylarimiz ko'payib ketdimi ekan? Mana bu yerga 2 qo'yib borsak 8 12. Yo'q, reaksiya teng ekan. Mana shuni so'rayapti menimcha. Endi buni ham lekin sal netroq bergan. Endi bu yog'ini endi tushgan bo'lsa, qanaqa tushgan bo'lsa, endi uni Xudo biladi. Keyingi masala kaliy dixromatga ishqor qo'shilyapti, kaliy gidroksid va bunda kaliy xromat bilan albatta suv chiqadi. Всё. Bu yerga 2 qo'yib borsak, bu yerga ham 2 qo'yib borsak 7 9. Bo'ldi, reaksiyamiz teng. Endi 5-chi alkatest reaksiyasini so'rayapti. Xrom 6 oksid plus etanol plus sulfat kislota. Xrom 3 sulfat plus sirka kislota plus demak xrom 3 sulfat plus sirka kislota plus suv. Manimcha bo'ldi, boshqa nima chiqadi bu yerda? Bo'ldi, mana shu narsa. Bu yashil rang xrom 3 sulfat, xrom 3 ioni. Demak bu plus 6, bu plus 3. Mana bu endi bu sirka kislota bo'lsa, qarang, bizda bu yerda SH uchun o'zgarmaydi. Mana bu namiz, uglerodimiz, ya'ni bu oksidlanish darajasi -1, adashmasam -1 dan +3 ga o'tadi. Mana. Ket, ya'ni siz o'zingiz tenglang shuni, to'g'risi men hozir tenglab o'tirmay, chunki o'sha 38 minut bo'libdi. O'zingiz tenglab bilasiz, mana alkatest reaksiyasi. Xrom 6 oksid plus etanol plus sulfatda xrom 3 sulfat, sirka kislota plus suv. Bu alkatest sifatida mana bu xrom 6 oksidning o'rniga kaliy dixromatdan ham foydalanish mumkin. Shuni ham aytib qo'yay. Mabodo keyingi safar tushib qolsa, bunda kaliy sulfat, xrom 3 sulfat plus sirka kislota plus suv chiqadi. Rangini o'zgarishini ham bilishadi-da. Xo'p, keyin 6-chi so'rayotgan narsa, bulardan qaysilari X-O4 2-. X endi bu shu xrom nazarda tutyapti. Xromat bilan cho'kma hosil qiladi. Endi buni ko'rish kerak. Xrom bilan cho'kma, magniy xromat eriydi ekan. Endi ko'zim o'tsa bo'ldi. Bariy xromat cho'kma to'shna. Bariy xromat cho'kma, bariy xromat rangi sariq, bilasiz. Magniy eriydi ekan. Mis2 xromat. Mis2 xromat cho'kma ekan, adashmasam mis2 xromat ham cho'kma. Bunda bor ekan bir davr sistema. Buni ko'rib qiynalib ketdim. Mis2 xromat cho'kma, mis2 xromat. Keyin litiy xromat. Litiy xromat cho'kma emas, naверное, cho'kma emas. Keyin rux xromat. Rux xromat cho'kma.
Xo'p, keyingi masala xrom 3 xromat. Xromni o'zi xromat bilan unaqa birikmasi yo'q ekan. Bo'ldi. Всё. Mana shu uchalasi cho'kma. Xullas shu narsa, o'sha siz kutgan alkotesteraksiyasi mana shu o'zi qiyin emas ekan. Men juda bir qiyin narsa tushdimi deb o'ylagandim. Yo'q, unaqa emas. Endi qarang, yana bir narsani ta'kidlab o'tay. Bu savollar men originalni ko'rmadim. Sizda javobingiz boshqa chiqqan bo'lishi mumkin. Va balki sizniki to'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki baribir odam esida saqlab chiqarganda bir-ikki joylarini esidan chiqarishi mumkin-da. Shuning uchun aytaman, men o'zim ko'rmadim bu savollarni. Men yozilgani bo'yicha tahlil qilib beryapman. Agar shu tip tushgan bo'lsa, shunaqa qilib ishlanadi. Agar 100% bir xil bo'lsa, javobda 100% to'g'ri lekin. Xullas shunaqa. Endi nima deyman? Xudo xohlasa bizda mana yana bir marta reklama qilib qo'yay. Biologiyadan yozma ish kurslari ochilyapti. Inshaalloh kanalda bo'lib turing, kuzatib turing. Shunaqa qilib обязательно men garantiya beraman, o'zim kafilman. Shu biologiyani yozma ish guruhi ham sizga xudo xohlasa juda foydali bo'ladi va kamidan mana shunaqa qilib nima deydi? Mas'uliyat bilan barcha ustozlarimiz qaraydi bu narsaga. Men 2-3 ta odamni berkityapman bu narsaga va xudo xohlasa juda ham bir ajoyib kurs bo'ladi. Albatta, u biologiya yozmash kursimizga ham yoziling. Albatta tushish ehtimoli bor. Tushgan savollarning tahlilini ko'ramiz va undan tashqari testdagi ekspert ko'zi bilan ko'rishni ham o'rganasiz. Xullas, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barchangizga rahmat. Agar siz 41 daqiqa davomida ko'rgan bo'lsangiz, sizga juda ham bir katta rahmat aytaman. Siz kimyoni sevuvchi insonsiz. Men unaqa insonlarni qadrlayman. Sababi biologiyaning sertifikati oz qoldi, lekin siz kimyo ko'ryapsiz. Respekt, siz zo'rsiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Omad ilohim kelayotgan mana shu sertifikat natijalari siz uchun omadli chiqsin va agar zo'r chiqsa, xudo xohlasa menga ham yozing, iloji bo'lsa, men ko'rib xursand bo'lib o'tiraman. Sizdan bir yaxshi fikrlarni, boshqalarni ko'rsam, ya'ni ko'rardim darsingizni boshqa deb yozing, bir mehmonga chaqirsangiz ham bo'ladi desam. Martda xudo xohlasa Samarqandga boramiz inshaalloh. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling, omad barchangizga. Yakunlaymiz.